Avvaliga shunchaki hazildek tuyulgan narsa endi tobora haqiqatga o'xshay boshladi. Balki Ronaldo islomni qabul qiladi degan gaplar haqiqatdan ham ro'yobga chiqishi mumkin. U Al Nasrga o'tgandan keyin penaltilar seriyasida bir holat kuzatildi. Avval Ronaldo odatdagidek o'ziga xos harakat qildi, ammo ko'p o'tmay u ko'tilmaganda sajda qildi. Shukr qilish uchun bosh egdi. Bu juda g'alati va diqqatga sazovor holat edi. Shundan keyin u odatdagi bayram o'rniga golni musulmon futbolchilar kabi nishonladi, sajda qilib. Bu esa darhol ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Eng e'tiborli holat esa penaltilar paytida bo'ldi. Ronaldo qo'llarini ko'tarib duo qila boshladi. U bunga o'xshash harakatni avval ham qilgan. Portugaliya Millatlar Ligasini yutganida. Lekin Yevropada o'ynagan paytlarda buni deyarli ko'rmagan edik.